Assalomu alaykum. Bog'bonlar jamoati mana biz yer o'zi o'tganda aydab, agatda olib, suvlarni qo'ydik edi. Endi jetilsa freza qilamiz desak, bu jetilmay qoldi. Bu endi shu meni jozga qolmasin deb hozir bo'lsa-da mana agatda freza qilyapmiz. Ozmoz yer loyroq. Ozmoz loyroq-ku. Mayli, hatto buni kuta turgan bo'lsak, erta jozga qolib ketadi. O'shog'i loyroq bo'lsa-da hozir freza qilyapmiz. Freza qilsak, keyin bemalol noyabrda oyog'i, dekabrda boshlarida ko'chatlarda eksak bo'laveradi. Bir maydalanib juda bo'lsa ko'ramiz. Agar yer jetilib qolsa, keyinda qilamiz. Mana qaranglar. Mana o'tda yaxshi chiqyapti. Prosta ozmoz loyroq-ku, atak necha mana. Yaxshi ele. Bu примерно 1 gektardan oshiq yer. Xudo xolasa bu yoqqa podvoyagamiz. Ko'chat qilamiz, bog' qilamiz. Hozir bu yer jetilsin desak, bir hafta yomg'ir javob qolsa, shu meni erta jozga qolib ketadi. Traktorimiz o kichkina traktor. Ana kichkina traktorda frezalayapmiz. Xudo xolasa yer yaxshi. Shunday bo'lsa-da ekib olsak, u yog'i keyin motoblok, traktorda maydalab tuzda olamiz. Hop prosta yer jetilishini kutsak qolib ketishi mumkin. Bitta yomg'ir yog'sa shu meni qurg'avayt jetilmaytam. O'shog'i yer ishlari borlar havoga qarab harakatlaringni qilinglar. Hozir danek eka turgan mal keldi. Yer uji nami yaxshi, kun sovuq. Ko'chat eka turgan ham kelib qoldi. Agar ko'chat biz prosta hozir noyabrda oxirlarida boshlaymiz deb turamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ishlaringizga ig'lik, cho'ntilanga Alloh baraka bersin. Yer aydavag'anlar, aydavag'lar. Pagoda o'ta yaxshi. Shu, sog' bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, like dan bosamiz, pastga ketmaganlar pastga qo'yamiz. Sog' bo'linglar.